Lekin bo'lachamiz boshchasi qiyshiq kelganda mana bu yer onani suyagiga tiqilib qolgan. Bu videoda ko'rib turganingizdek, tug'ruq paytida bolani boshida qiyshiqlik paydo bo'lgan. Bu joyda e'tibor berish kerak. Bu pozitsion deformatsiyami yoki tug'ma genetik kraniosinostoz. Bunaqa holatlarda aynan chaqaloqlarni bosh deformatsiyalari bilan shug'ullanadigan ortoped, neyroxirurg yoki yuz jag' xirurgiga ko'rsatish kerak. Agar chaqaloq kraniosinostoz, ya'ni genetik deformatsiya bilan tug'ilgan bo'lsa, bunaqa holatlarda vaqt yo'qotmay operatsiya qilib va yopilib qolgan suyak choklarini ochish kerak bo'ladi. Agar chaqaloq pozitsion deformatsiya bilan tug'ilgan bo'lsa, 4 oylikgacha buni hech qanday qo'shimcha jihozlarsiz to'g'irlash mumkin va bu uchun faqatgina bosh pozitsiyasini tez-tez o'zgartirib turish kerak bo'ladi. Lekin bitta narsaga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Agar pozitsion deformatsiya 4 oylikgacha o'zi to'g'irlanib ketmagan bo'lsa, bundan keyin buni faqatgina shlem terapiya orqali to'g'irlash mumkin. Shlem terapiya bu Yevropa va Amerika tibbiyotida 30 yildan beri qo'llanib kelayotgan tibbiyot usuli hisoblanadi. Va bu meditsina yo'nalishini biz O'zbekistonga 4 yil oldin olib kirganmiz. Va bugungacha biz mingdan ortiq turli xil ko'rinishdagi bosh deformatsiyali bolalarga professional yordam berib kelamiz. Agar 2 yoshgacha farzandingiz boshida o'zgarishlar sezgan bo'lsangiz, Neocenter klinikamizga murojaat qiling.